Bugun men Zerix o'z bugungi videoga xush kelibsizlar. O'tgan video qisqa bo'lgani uchun uzr so'rayman va o'tgan videodan to'xtagan joyimizdan yana davom ettiramiz. Biz o'tgan videoda cho'kkan qayiq topgan edik va undan xazina xaritasi chiqqan edi. Shu xazina xaritasiga hozir qarab xazinani qidiryapman. Xo'p, iloji boricha o'rtog'iga kelishimiz kerak-da. Men noto'g'ri yoqqa ketyapman shekilli. Xo'p, sal o'ttiroqqa boramiz. Ozgina yuramiz va mana shu yerda bo'lishi kerak. Menimcha. Yo'q, bu yerda ham yo'q, balki mana bu yerdadir, a? Va bu yerda ham yo'q. Hozir changlarni qaraymiz, to'xtab turinglar. 999 koordinatalarga borishimiz kerak. Yo'q, menimcha 999 koordinatalari ishlamaydi menimcha. Chunki men koordinatalardan yaxshi foydalana olmayman. Mayli, hech narsa qilmaydi. Va bo'ldi, mana shu yerda. Ana mana shu yerda do'stlar. Va topolmayapman. Yordam. Mayli, sizlar videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Sizlarning obunangiz men uchun katta motivatsiya bo'lib va yangi videolar chiqishini tezlashtirishi mumkin. Xo'p. Cho'ta chiqmayapti-da sunduq. Mayli, keyinroq qidiramiz. Birinchi navbatda hozir biz nima qilamiz birinchi navbatda do'stlar? Mayli. Hozir biz birinchi o'tlarni o'ramiz. Hozir mana bu o'tlarni olib olamiz va urug'ini ekishga tayyorlaymiz. Xo'p, bularni ham olaman. O'tgan video nimaga qisqa bo'ldi desangizlar, kursga boradigan vaqtim qo'yilgan ekan. Shunga vaqtga qaramay video olaman sizlar uchun. Shundan keyin shunaqa bo'lib qoldi. Ya'ni video qisqa bo'lib qoldi. Mayli, hech narsa qilmaydi. Sizlar qisqa video chiqarsam ham, katta video chiqarsam ham, sizlar meni podдержка qilasizlar. Kanalimizda 24 ta obunachi bo'ldi. Xo'p, bu menga katta motivatsiya berib va videolar chiqishini tezlashtiradi. Xo'p, agar bir kunda nechta video chiqishini xohlasangiz, bir kunda nechta video chiqishini xohlasangiz, kommentariyaga yozib qoldiring. Bir kunda mana shuncha video chiqsin, bir kunda mana shuncha. Lekin 5 tadan oshiq bo'lmasin. Eng ko'p yozilgan sonni o'shancha video chiqaraman. Ya'ni o'sha soncha video chiqaraman. Bir kunning ichida, lekin bir vaqtda emas. Bir vaqtda ham chiqarishim mumkin, lekin bitta video chiqdimi, 1-2 minut o'tgandan keyin yoki yarim soat o'tgandan keyinmi? Xullas, ana shunaqa tushundingiz degan umiddaman. Tushunmagan bo'lsangiz kommentariyaga tushunmadim deb yozib qoldirsangiz, keyingi videolarda tushuntirib qolishim mumkin. Birinchi navbatda biz ko'pgina daraxt chopamiz, chunki biz ozgina daraxt chopib, ozgina daraxt chopmadimku men. Bo'pti, mayli. Daraxt chopib biz uy qurishimiz kerak. Men sohil oldida uy quraman. Buncha tez uy quryapsiz deganlar bo'lsa, bu kuchayish emas. Oddiygina kichkina va uycha qurib, ozgina kuchayamiz. Masalan, nezerga o'tamiz ozginaga. Yana xullas fermerlik, PVPchilik degandayda tushungan bo'lsangiz yaxshi. Ham somon urug'larni teramiz. Xo'p. Bular cho'ta kam kelyapti-da. Cho'ta. Mayli. Omonxonni kim ko'rdi? Sizlar ham ko'rdingizmi? Darknet 4-qismni masalan men ko'rdim. Yomon zo'r chiqibdi. Omonxon kanaliga kirib obuna bo'lib qo'yinglar. 3,5 4-qism videosidan atigi
1100 like va 1100 like va 20.000 obunachi kelsa 5-qism chiqadi deydilar Omonxon aka. Omonxon aka aytgan narsalarni, shartlarni bajarsak, masalan, chiqarib qolishlari mumkin. Darknet 5 ni kutayotganlar Darknet 5 ni kutyapmiz deb kommentariyaga yozib qoldiringlar. Men hozir uxlayman va turib ertalab tushganini sezdik va birinchi navbatda hozir biz ekinlarimizni mana shu yerga ekamiz, ya'ni mana shu chekkaroqlarga eksak chiroyli chiqardi do'stlar, mayli. Kemani yonidan eksakchi. Yo'q, kemani yonida eksak menimcha g'alati bo'lib qoladi. Mana shu yerga uy quramiz do'stlar. Xo'p, birinchi navbatda bu yerlarni tozalaymiz. Temiringiz bor-ku, birinchi qismda olgansiz-ku. Nimaga foydalanmayapsiz deganingizga temirlarni befoyda ishlatgim kelmayapti. Temirlarni kerakli narsaga ishlatamiz. Mayli, birinchi navbatda hozir biz mana bu narsalarimizni ekamiz. Ya'ni sabzi, kartoshkalarimizni ekib olamiz. Hop. Mana bu yerlarni mana bunday qilib chiqsam, ya'ni ekishga moslab chiqsam, nima deyiladi? Mana shu narsa xullas urib chiqsam, mana shu yerlarni ekin ekamiz keyinroq yoki hozir. Mayli, hozir ekeramiz ekinlarni. Keyin o'sish tezlashadi, ya'ni birinchi eksak, keyin har xil hayvonlarni qamab chiqib keyin fermalar qilsak bo'ladi do'stlar. Keyingi qismlar chiqishi uchun videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Mana hozir bitta yutuq oldik. Eksang o'rasan degan yutuqni bizga Minecraft berdi, ya'ni urug' ekkanimizga bug'doy urug'ini ekkanimiz uchun Minecraft bizga yangi yutuq berdi, ya'ni achivka berdi. Hop, sabzilarni ham ekamiz. Hop, 5 ta dona kartoshkamiz bor ekan. Ularni yeb qo'ymaymiz. Yeb qo'ysak yomon bo'ladi. Yeb qo'ysak yomon bo'ladi. Ularni ham olamiz. Mana bunday qilib qo'ysak bo'ladi va hozir biz hemen g'olasini olamizda. Mana bu yerdan uy qurishni boshlaymiz. Ya'ni kichkinagina va shinamgina uy quramiz. Bu uy unchalik ham katta bo'lmaydi. Shu ozgina shinamroq bo'lsa menga uy yetadi. Yo'q, bunchalik bo'lmas ekan. Bunchalik uzun bo'lsa g'alati chiqib qolar ekan. Mana bu yerdan ham olib tashlaymiz. Bu yerdan qurmayman, burchakdan bo'lib ketyapti. Shuning uchun mana bu yerdan hop deb mana bu yergacha va uzunligini masalan mana bu yergacha qilsak chiroyli chiqadi uyimiz. Hop, mana bu yerga ham qo'yamiz va bo'ldi do'stlar. Qolgan yog'ochlarni maydalaymiz va uyning devorlariga ishlatamiz. Hop, videoga like bosib kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. 30 ta obunachi bo'lgandan keyin Java Hardcore videoyimiz chiqadi. Do'stlar, kanalimni yaxshi rivojlantirish uchun sizlar videoga like bosib kanalga obuna bo'lib qo'yishingiz kerak. Agar ko'pgina obunachi bo'lsa, shuncha ko'p video chiqadi. Qancha ko'p obunachi, shuncha ko'p video. Mayli. Obuna bo'lgan bo'lsangiz oldindan kattakon rahmat. Men agar kommentariy yozsangiz, men juda ham xursand bo'lgan bo'lardim. Ba'zi videolarimda kommentariy bor ekan, xolos. Shundanlik men xafa bo'ldim. 10 ta obunachi bo'lganimizni tabriklaganimda ham hech kim kommentariy yozmabdi. Ya'ni 1-2 ta kommentariy chiqibdi shekilli. Unchalik ham ko'rganim yo'q. E'tibor berib qaraganim yo'q. Lekin kommentariy yo'q shekilli. Kommentariy yozib qo'ying iltimos. 30 ta obunachi bo'lganimizda Nova Gaming degan bloger, ya'ni ulanmoqchi bo'lgan blogerimiz yozib qolibdilar. Tabriklayman deb ularni ham kanallariga obuna bo'lib qo'yinglar.
Xo'p, bug'doy urug'larini yana ekamiz ko'pgina. Yana bitta joy yetmay qolibdi, mayli, mana bunday qilib qo'yamiz. Ha, bizga ko'proq taxta kerak. Kemadan olmaysizmi deganlar. Yo'q, kema bizga kelmayapti, to'g'risini aytsam. Chiroyli turibdi-da kema, cho'kkan kema bo'lsa ham hozir daraxt chopib kelamiz mana yerdan. Aytgan shakar qamishlarni ekish esimdan chiqibdi. Shakar qamish. Shakar qamish emas ekan, shakar qamish bo'lar ekan. Bo'pti, mayli. Mana bu yerlarga shakar qamishlarni ekib qo'yamiz. Va u yerdan daraxt chopib kelishimiz kerak. Undan oldin meni qonim ochganini sezib, olmadan uramiz. Hop, olmadan yeymiz. Yana yeymiz va uni katta daraxtni chopgani boramiz. Tosh boltamizni olib albatta. Kanalimga obuna bo'lmaganlarni kechasi quloqiga tarakan kirib ketadi. Shuning uchun kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Kommentariyaga yozing. Keyingi video qanaqa bo'lishini. Keyingi video albatta buni 3-qismi bo'ladi, chunki siz kommentariyaga to'ldirib tashlasangiz kerak 3-qism deb. Men 3-qismni olishini albatta xohlayman. Faqat bu videoning tagiga 10 ta like va atigi 2 ta dona obunachi kelsa, keyingi video chiqaraman yoki sizlarni xursand qilib chiqarishim ham mumkin, u shartlarsiz. Mayli, videoning tagiga 5 ta dona like va 2 ta dona obunachi kelsin va 3-qism tezgina chiqadi. Tezlik bilan chiqaraman 3-qismni. Birinchi qism judayam qisqa bo'ldi. Mayli, xazina xaritasini ham, ya'ni xazinani ham topa olmadik. Mayli, xafa bo'lmaymiz, mayli. Aytgancha bu vijvaniyamizga qurollar modini qo'shaymi yoki yangi aslahalar yoki yangi qurollar modini qo'shaymi? Shu modlarni qo'shishimni xohlasangiz kommentariyada qo'shing yoki modlar mana shu modni qo'shing yoki mana shu modni qo'shing deb yozib qoldirsangiz, o'sha modlarni qo'shaman. Do'stlar, hozir hemen daraxtni maydalab olamiz va birinchi navbatda bizga qalqon kerak bo'ladi, chunki har narsadan himoya. Keyin biz belkurak yasashimiz kerak. Belkurakni olamiz va yerni, ya'ni polni tekislab chiqsak bo'ladi. Shundan keyin videoni tugataman. Chunki video yetarlicha bo'ldi deb o'ylayman. Sizlar ungacha videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Yomg'ir ham yog'vordi. Mayli, xo'p. Hemen taxtasini olamiz va mana shu polni almashtirib chiqaman. Do'stlar, videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Keyingi videoda tomni yopamiz, ya'ni tomni chiroyli qilamiz. Qisqa vaqt ichida sizlar bilan men Zervix bo'ldim. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr!